O'shay. Assalomu alaykum. Mahmudov Nozimxon, Ibn jamoat fondi boshqaruvi raisi. Ibn jamoat fondi 1999-yil O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoyishi asosida tashkil topgan va 26 yil davomida Ibn jamoat fondi o'z faoliyatini tashkillashtirib kelmoqda. 26 yil ichida Ibn jamoat fondimiz ko'p xalqaro anjumanlar tashabbuskori bo'ldi va muvaffaqiyatli o'tkazdi. Va shu tadbirlar davomida Ibn jamoat fondi ko'p istiqbolli xalqaro aloqalar o'rnatdi. Va misol uchun Eron bilan O'zbekiston Respublikasi olimlari Ibn jamoat fondi orqali Eron bilan Abu Ali ibn Sino ko'p qirrali boy ilmiy madaniy merosni o'rganishga maqsadida aloqalar o'rnatildi va hozirgi kunda bu aloqalar muvaffaqiyatli rivojlanib kelmoqda. Jumladan 2022-yilda Samarqandda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Ibn jamoat fondi Eronning Hamadon shahridagi Ibn Sino fondi bilan hamkorlik bitimini imzoladi va shu bitim asosida ko'pgina tadbirlar o'tkazildi. Jumladan 2023-yil iyulda 14-iyuldan 22-iyulga qadar Ibn jamoat fondi tashabbusi bilan birinchi ilmiy ekspeditsiya Eronga tashkil etildi va buni tashkilotchisi Ibn jamoat fondi, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi bo'ldi. Birinchidan bu ekspeditsiyaga Ibn jamoat fondi ko'p O'zbekistonning yetakchi olimlarini, islomshunos, sharqshunos, tarixchi, faylasuf olimlarni, mutaxassislarni jalb qildi va shu 8 kun ichida Tehronda, Qum shahrida, Isfaxon shahrida va Hamadon shahrida 10 ga yaqin davra suhbatlari, seminarlar va forumlar o'tkazildi. Va qarabsiz, bu shu ekspeditsiyada 2 yil oldin Ibn jamoat fondiga Tehrondagi Milliy kutubxona tomonidan 65 jildlik kitoblar hadya qilindi. 45 jildda butun Eron Islom Respublikasidagi barcha qo'lyozmalar katalogi va 20 jildda Iroqdagi barcha qo'lyozmalar katalogi hadya qilindi. Bu juda ham manbashunoslarga qo'l keladigan kitoblar hisoblanadi va Ibn Sino merosiga bag'ishlangan ko'pgina kitoblar hadya qilindi va Ibn jamoat fondi tomonidan kitoblar sotib olindi. Va 2 yil o'tib bugun 26-oktyabr kuni ushbu kitoblar O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistonning Erondagi elchixonasi tomonidan bu kitoblar olib kelindi va bu kitoblar olib kelinishda Eron fuqarosi ham, Abul Husayn fuqarosi bizga yordam berdi va bugun bu kitoblar, bu qimmatli, eng katta boylik, eng katta baxt olimi uchun kitoblar bular olib kelindi. Qarangki, bu kitoblarda mana Erondan olib kelingan kitoblarda mana Ibn Sinoning tibbiy she'riyati, mana tibbiy she'riyati, Ibn Sinoning bibliografiyasi, mana shu bibliografiya anaqasi keltirilgan kitoblar, Erondagi kitoblarning bibliografiyasi. Qarangki, Al-Shifo kitobida nazariy musiqa kitobi Ibn Sinoning Al-Shifo kitobida keltirilgan. Al-Shifo kitobida Ibn Sinoning Al-Shifo kitobida arifmetika va boshqa Ibn Sinoning shu boshqa sohalarga qo'shgan hissasi va qoldirgan merosini Eron olimlari juda ham chuqur o'rganmoqda. Va shu 2 yil davomida mana Eron bilan hamkorlik, Erondagi Ibn Sino fondi bilan hamkorlik bitimi imzolangandan keyin Ibn jamoat fondi tashabbusi bilan Buxoroda 2023-yil Ibn o'qishlari doirasida, 12-Ibn o'qishlari doirasida birinchi O'zbek-Eron
ilmiy davra suhbati o'tkazildi. Undan keyin o'tgan yili Samarqand shahrida 3-chi xalqaro ilmiy amaliy konferensiyada xalq tabobatiga bag'ishlangan doirasida birinchi O'zbek-Iron ilmiy forumi o'tkazildi. Ibn Sino falsafasiga bag'ishlangan. Va qarabsizki, bu yili mana noyabr oyida 21-23 noyabr kunlari Buxoro shahrida o'tadigan 13-chi xalqaro Ibn Sino o'qishlarida mavzusi Abu Ali Ibn Sino buyuk meros va sivilizatsiya, shu xalqaro Ibn Sino o'qishlarida Erondan delegatsiya qatnashadi. 4 kishi Ibn Sino fondining rahbari professor Inshalloh Rahmatiy va yana 3 ta olim ma'ruzalar bilan qatnashadi. Qarabsiz, mana Ibn Sino jamoat fondi fuqarolik jamiyati instituti vakili, nodavlat notijorat tashkiloti bo'lib turib, xalq diplomatiyasi orqali O'zbekistonning ilmiy madaniy potensialining rivojiga hissa qo'shib kelmoqda va Ibn Sino butun jahonda nomi tarqalgan olim, mutafakkir bo'lgani uchun Ibn Sino orqali Ibn Sino jamoat fondi O'zbekistonning siyosiy ijtimoiy imijini rivojiga o'z kamtorona hissasini qo'shib kelmoqda. Va o'ylaymanki, mana bu kitoblarni mana bir juda ham ko'p 200 dan oshiq kitoblar olib kelindi bugun va o'ylaymanki, kelgusida Ibn Sino jamoat fondi o'z hamkorlari bilan bu kitoblarni fors tilidan o'zbek tiliga tarjima qiladi va o'zbek ilm xalqiga va aholimizga, fuqarolarimizga buni natijalarini yaqin kelajakda biz yetkazamiz. Katta rahmat.